Hayotning har bir kuni biz uchun imtihondir degan ekan faylasuflardan biri. Assalomu alaykum hurmatli sport muxlisi. Bugungi Yulduzli oqshom dasturini o'zgacha tarzda olib borishni niyat qildik. Demak, tanishing. Bugungi Yulduzli oqshom mehmoni Muay Thai bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, havaskorlar o'rtasida jahon chempionatining kumush medali sovrindori, shuningdek professionallar o'rtasida 2 karra jahon chempioni Dilshod Mirzayevning hayot yo'liga nazar solamiz. Dilshod, katta sportda o'rin egallash sportchi uchun juda ham qiyin. Bilaman, siz havaskorlar o'rtasida jahon chempionati sovrindori bo'lgansiz, keyin professional o'rtasida jahon chempioni bo'ldingiz. Umuman mana sportda nimalarga erishdingiz? Sportda qaysi tomonlari sizni qanoatlantirdi? Malika opa, 9 yoshimdan beri sport Muay Thai turi bilan shug'ullanaman. Shu vaqt oralig'ida mana katta natijalar, yuqori natijalarga, eng ilk pog'onalarimizdan katta natijalarga erishdik. Birinchi navbatda sabr, sportchi uchun eng muhimi sabr, tinimsiz mehnat va shuni orqasida g'alabalarga ishonch sekin pog'onalardan ko'tarilish yotadi. Bu narsaga sportda mana asta-sekin yutuqlarga erishish uchun ham birinchi navbatda sabr, ustozlarni o'gitlariga, ustozlarni yo'l yo'riqlariga albatta ishonish kerak, amal qilish kerak. Shu orqali shu yuqori natijalarga erishdim deb o'ylayman. Umuman Muay Thai'ni aytishadiki, sharq yakka kurashlar gavhari deb. Juda ham murakkab sport turi. Kim sababchi bo'lgan mana shu sportni tanlashingizga? 9 yoshimda meni oppa-dadam bu sportga olib kirgan va ustozim Baxtiyor Matboboyevni qo'l ostiga topshirgan va bu inson orqali asta-sekin Muay Thai sirlarini o'rganib bordim. Qiyinchilik paytlarida ko'proq kimga suyandingiz yoki nimadan madad oldingiz? Chunki sportchilar ko'pincha dastlabki mag'lubiyatda o'zini yo'qotib qo'yadi, ruhiy tushkunlikka tushadi. Shunaqa paytlarda kim sizga dalda bo'lgan? Menga eng avvalo dalda bo'lgan insonlardan bu dadam, onam va ustozim. Musobaqalarda g'alabadan ko'ra ko'proq mag'lubiyatlarim ko'proq bo'lgan bu sport turida, lekin orqa chekinish bo'lmagan. Vazn tashlash juda ham qiyin, sabr kerak. Oylab dietada o'tirish, sport dietasida to'g'ri ovqatlanish va musobaqa tog'larda zborlar, bu juda ham mashaqqatli. Hamma o'ylaydiki, sportsmenga oson yurt kezadi. Yo'q, buni orqasida juda katta mehnat turadi va bu mehnatni o'zim hayotimdan o'tkazdim. Menga eng asosiy dalda bo'lgan insonlar bu yaqinlarim, ota-onam, ustozim, yaqin do'stlarim. Shularni yordami bilan, bularni ruhiyatimni ko'tarishi bilan shu sportda yaxshi natijalarga erishdim deb o'ylayman. Sportga 3 aka-ukani berganmiz. Ularning ichida Dilshodbek endi bir boshqacha edi. U sportga qiziqib, bularda sportga asosan berishimizning sababi sog'lom bo'lsin, yaxshi bo'lsin degan maqsadda berilgandi. Uni yoshligida tug'ilmasdan oldin onasi katta buvasi hazil bilan bir polvon bola mashina ko'targanini ko'rgan Shohimardonda.
kelinimiz o'g'il tug'sa ismini Dilshodbek qo'ysak polvon bo'ladi deb gapirilgandi. Asta sekin respublikaga chiqdi, 7 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan yoshlar o'rtasida. Undan keyin kattalar o'rtasida 3 marta O'zbekiston chempioni bo'ldi. Qo'shni Qozog'istonda bo'lgan musobaqada prezident kubogida qatnashib, prezident kubogi sohibi bo'lgan. Tailandda bo'lgan bir nechta musobaqalarda o'rinlar olib keldi. Undan keyin Tailandda bo'lgan 2004-yilda jahon chempionatida qatnashib, 2-o'rin kumush medal bilan taqdirlandi. Klubda qatnashib yurib, bu yerda 2 ta sport zali ochdi. Yoshlarni sportga jalb qildi. Tailandda bo'lgan professional bo'yiga qatnashib, jahon chempioni bo'ldi. Dilshod Mirzayev 7 yoshida shu Muay Thai sportiga yetib kelgan. Shu bizda shug'ullanib, bizda juda talabchan hamda qiziquvchan, o'zi bo'yi kichkinagina bola edi. Dadasi bilan birga keldi, shu lekin bo'pti olib qoldik. Keyin shug'ullantirib ketdik. Birinchi musobaqamiz shu viloyat chempionati bo'ldi. Viloyat chempionatida o'zidan oldingi kelgan bolalar bilan ham urushib chempion bo'ldi. Qarasam, uni nimasida qobiliyati yaxshi ekan. Keyin buni Surxondaryo Termiz shahriga O'zbekiston chempionatiga bordim. Juda yaxshi natija ko'rsatdi. Hattoki shu yerdagi respublikadan kelgan sportchilar ham so'radi, bu ancha yildan beri yo'q bu bola dedim. 6 oyda shu nimaga yetib keldi dedim. Lekin o'ta talabchandi. Shu bilan o'sib bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'ldi. Xalqaro turnirlar g'olib bo'ldi. Mana Qozog'istonda prezident kubogida oltin medal olib keldi. Undan keyin o'sha 2004-yil jahon chempionatiga musobaqa borib, Tailand Bangkok shahrida unda faxrli 2-o'rinda olib keldi. Keyin 2005-yil Osiyo chempionatida 1-o'rinda olib keldi. Keyin 2006-yil Bangkok shahar jahon chempionatida men ham o'zim hakam bo'lib bordim. Shundan keyin kunduzi bo'y bo'ldi. Kechqurun Vaykru bor bizning Muay Thai nimasida, shu Vaykuruda musobaqa bo'lib qolibdi. Shu menga ham aytmaganda, boshqa vakillarga aytmasdan shu o'zi ishtirok etib, kechqurun soat 10larda xursand bo'lib kelyapti. Ustoz, ha desam, mana men oltin medal oldim, kubok oldim deb. Men rosa haligi birinchi shogirdim anaqa uchun ko'zimda yosh chiqib ketdi. Undan keyin o'sib jahon chempioni bo'ldi. Jahon kubogida oltin medallar olib keldi. Kuchliroq bo'lsin, immunitetlari yaxshi bo'lsin deb endi sportga berganmiz. Ichim og'rir edi. Hali baribir ona endi anaqa bo'lib ketasiz-ku. Bo'ldi endi, bormaysan bu safardan keyin derdim-da. Yana hali sal tuzalib qolgandan keyin ketaverardi-da. Akasi ham borgan, ukasi ham borgan. Bir marta shu paytida musobaqa bo'lganda borganman. Yutdi o'g'lim aslida. Lekin men ashundan keyin qaytib bularning unaqa musobaqasiga bormadim. Endi yutganiga xursand bo'lasiz, yutug'iga xursand bo'lasiz, lekin baribir bu hali osonlikcha bo'lmaydi-yu narsa. Ona ichingizdan o'tganini o'zingiz bilib o'tirasiz-da. Bu narsalarga erishishiga sababchi men Rahmat aka, shu Baxtiyor akalar deb bilaman. Lekin rosa harakat qildi. Harakat qilib qiynaldi, rosa qiynalgan bu. Shu darajaga yetguncha ancha chig'iriqdan o'tib ketdi-da. 2011-yilida mana O'zbekistonda bu o'ta ham katta Muay Thai sport turini O'zbekistonda chuqur-chuqur qishloqlargacha yetib borish darajasiga olib keldi. O'zbekiston Muay Thai federatsiyasi 2011-yili o'z zimmasiga oldi jahon chempionatini va dunyoni 91 ta davlatidan O'zbekistonda jahon chempionatiga qatnashdi va bu jahon arenasida O'zbekiston yana ham bir qadam oldinga intilishiga va Muay Thai sport turini yana ham bitta o'ringa olib chiqishiga sabab bo'ldi va dunyo tan oldi O'zbekistonni bu sport turida haqiqatan ham kuchliligini va sportdagi hozirdagi o'rtoqlarim hozirgacha eslashadi, chet elliklar O'zbekistonda juda yuqori saviyada o'tgani, O'zbekiston davlatini, O'zbekiston vatanini qanaqa mehmondo'stligini ko'p aytishadi, ko'p eslatishadi va bu musobaqa O'zbekistonni yana ham bir yuqori darajaga olib chiqdi deb o'rinli ayta olaman. Dilshod, mana shu sportda necha yildan beri sportning nonini yeb yurdingiz. Sport sizni nimalarga o'rgatdi? Hayotda qanday inson bo'lishga o'rgatdi?
Sport ko'p mag'lubiyatlarim bo'lgani uchun tan olaman, sport menga mag'lubiyat har qanday holatda ham yana ham olg'a turib intilishga o'rgatdi. Yutqizgan holatda ham o'ziga ishonchda, birinchi o'rinda o'ziga ishonch yo'qotmaslikda, yana ham turib oldinga harakat qilishda, yutqizsa ham hech qachon qo'lni tushirmaslikda, ruhiyatni tushirmaslikni o'rgatdi. Shuning uchun sportga katta rahmat aytaman. Ko'p do'stlar orttirdim bu sport orqali va har qanday holatda ham bu do'stlarim menga yordam berishni o'rgatdi. Bu insonlar hayotda faqat sportda raqiblik qilib emas, hayotda do'stona bo'lib yashashimga ham shu Muay Thai sport turi, sport bizni shu narsaga o'rgatdiki, hayotda hech qachon ruhiyatni tushirmaslikda, yutqizgan holatda ham, biron ish o'xshamay qolgan holatda ham yana oldinga turib, yana oldinga intilishni o'rgatdi. Endi do'stlar haqida bevosita to'xtalib o'tdingiz. Umuman mana sportdagi do'stlaringiz bilan haligacha do'stmisiz yoki Sportdagi do'stlarim bilan hozirgacha do'stmiz. O'zbekistonning har qaysi viloyatida, jahonning har qaysi davlatida raqiblarim, do'stlarim, o'rtoqlarim juda ham ko'p. Buni men tanib olib ayta olaman. Har qaysi viloyatga borsam, quchoq olib ochib kutishib oladi. Meni viloyatimga kelsa men kutib olaman. Do'stona oila a'zolarimiz mana hozirgacha do'stona munosabatda, ota-onalarimiz do'stona munosabatda, hamisha bir-birimizga yordam berib, qo'llab-quvvatlab, ustozlarimiz bizga to'g'ri tarbiya bergani uchun bizni hozirgacha do'stlarimiz orasidagi oqibatimiz hozirgacha yo'qolmagan. Har qanday holatda, tushkunlikda ham, yaxshi kunda ham, to'ylarda ham har qanday holatda bir-birimizga yordam beradigan darajada inomiz. Sportdagi do'stlar shu darajada yaqin bo'ladiki, birga o'qigan sinfdoshlardan ham yaqin bo'lib ketadi. Qadrdon bo'lib, yoshlikdan birga o'sganmiz. Men sizga bir voqeani aytib beraman. U paytda men talaba edim Toshkentda. Bu ko'p musobaqalarga borib turardi. Bir kuni kechqurun ko'chada ko'rishadigan bo'ldik. Gaplashib ketayotib, Dilshod bir narsani tepib yubordi. Nima ekan deb shuni qaradik. Anchagina pul topib oldik. Bu mavzuni nimaga aytyapman? Dilshodning oriyat masalasi bo'yicha aytib bermoqchiman. Pulni oldigida men to'g'ridan to'g'ri xursand bo'lishni boshladim. Yo to'xta dedi. Bu kimnidir puli deyapti. Mana shu yerda turamiz deyapti. Shu yerda turamiz dedi. Keladi egasi dedi. Xullas qo'yingki, bizning pulimiz yo'q. U qo'ymayapti, egasi keladi deb. Soat 10larda o'sha yerda pulni topib olgan bo'lsak, kechasi 3 gacha o'sha yerda kutdik. siz hayotda kechirimlimisiz? Qanaqa insonsiz? Hamma hissiyotlar, xarakter, odamning xarakteri yosh o'tgan sari baribir o'zgarib boraverar ekan. Xudoga shukr, sport bizni intizomli, disiplina deydi-ku, tartib intizomda juda qattiq tarbiyaladi. Ustozlarim juda ham qattiq qo'l bo'lgan. Sport turidan agar biz ko'chada urishsak yoki bu sport turimizni ozgina yuzini yerga qaratadigan darajada harakat qilsak, ular bizni sirazi даже zaldan haydash darajasiga yetib kelgan. Shuning uchun qattiqlik bilan ustozlarimizga rahmat. Bu tartibni saqlagani uchun mana biz ham harakat qildik o'zimizni ushlab turishga, sport sohasida yana ham intizomli bo'lishga, ota-onani hurmat qilishga. Bizni hissiyotlarimiz vatanni oldida juda ko'p bo'lgani uchun biz o'zimizni hamisha ehtiyot qilib, yomon ishlarga aralashmasdan shunaqa darajada bizni bayroqni ko'taradigan inson baribir xalq havas qilgan inson bo'lishi kerak. Sportchi eng xalqqa yaqin inson bo'lgani uchun biz o'zimizni doim ehtiyot qilganmiz bu narsalardan. Bu rostini yuziga aytgani uchun yonida atrofdagilari hammasi qattiq hurmat qiladi buni. Men o'zim tushunmay qolgan paytimda bu yordam beradi. Bu tushunmay qolsa men bir-birimiz doim tushunib kelamiz-da. Qo'lingizga sizni hayot kitobingizni berib, Dilshod, mana bu siz hayot kitobingiz. Shu kitobingizni qaysi varog'ini yirtib tashlaysiz desa, shunda orqaga qarab biron bir varog'ini yirtgan bo'larmidingiz yoki shu kitob shundayligicha qolsin dermidingiz? Bu savol juda o'ylantiradigan savol bo'ldi.
Yo'q, menimcha afsus qilmayman. Har bitta mag'lubiyat ham hayotimdagi, to'g'ri juda ko'p sportda emas, hayotimda ham shunaqa mag'lubiyatli kunlar bo'ldi. Lekin bu hammasini bo'lish kerak deb o'ylayman, chunki bu mag'lubiyatli kunlar ham men uchun bitta sinovdek o'tgan bo'lish kerak. Xudoga shukr qildim, harakat qildim va bu holatdan yorug' yuz bilan, ishonch bilan, Allohga ishonch bilan va shu sportda olgan tarbiyam bilan to'g'ri harakat qildim deb o'ylayman. Shuning uchun hamma baroqlari joyida bo'laversin. Xohlamayman. Bu hammasi men uchun dars bo'ldi, katta dars. Shuning uchun afsus qilmayman. Bir Shahram G'iyosov bilan suhbatimda juda ham ko'p yutkizganman. Yuragimga to'kilgan edi, jonimga tegib ketgan edi. Lekin Allohga shukr degan edi, shu natijaga erishdim deb. Sizda ham shunaqa ko'p yutkizishlar bo'lganmi hayotda? Yo'q, menda birda unday, birda bunday bo'lardi. Endi bo'lgan afsus qilgan kunlarim asosiysi shu jahon arenalarida trenerlarim bergan mas'uliyatli ishlarni o'sha sxema bo'yicha ishlamadim. Chunki bunga ko'p vez tashlashim sabab bo'lgan, jismoniy jihatdan o'zimni yomon his qilganim uchun shu kunlarga haligi to'g'ri tayyorgarlik olib bormaganmanmi, afsus qilaman. Lekin keyinchalik bular hammasi menga o'zim uchun dars bo'ldi. Xatolarim ustida ishlab, professionallar o'rtasida jahon chempioni bo'lganimda o'yladimki, bular hammasi bo'lish kerak deb o'ylaganman. Lekin ozgina kichkina bu mag'lubiyatlar menga qanaqadir dars bo'lgan, lekin bulardan afsus qilmayman. Lekin kelajakda xuddi mana o'sha jahon chempionlari aytgandek, mag'lubiyatsiz g'alabali kunlar bo'lmaydi. Menga bu narsalar dars bo'ldi va hayotda yana ham oldinga intilishimga mana shu qanaqadir alanga bo'lib turdi. Menga anaqa bag'ishladi, motivatsiya dedi-yu, ruhiyatimga juda qattiq ta'sir qilgan, harakat qildim. Dilshod hazrati inson deyishadi. Siz sportda noldan katta bo'ldingiz. Dastlab sportchi, keyin murabbiy. Umuman hayotda inson qanday bo'lish kerak? Shu bir o'zingizga savol berib ko'rdingizmi? Endi har inson o'zi tanlagan yo'li, o'zi tanlagan hayot tarzi bu juda ko'p bog'liq deb o'ylayman. Oilada olgan tarbiyasi, muhit, ota-onani tarbiyasi to'g'ri yo'llangan bo'lsa bola, men o'ylaymanki, mukammal inson bo'lish uchun hayotda har bir chig'iriqdan o'tib va bu darslarga yutilgan paytida ham, yutkazgan paytida ham bu narsalarni to'g'ri qabul qilgan inson, men o'ylaymanki, mukammal inson deb o'ylayman. Men ham oddiy qishloq farzandiman. Shu qishloqda katta bo'ldim. Ota-onam to'g'ri tarbiya berib, halollikka o'rgatdi, tartibga o'rgatdi, tartib intizomga, vatanni sevishga o'rgatdi. Katta kichikka hurmatda, mehribon inson qilib tarbiyaladi. Mukammal inson bo'lish uchun men o'ylaymanki, oiladagi muhit, to'g'ri tarbiya, halollik, mehribonlik, insoniylikni yo'qotmaslik. Dilshodbek, hayotda nimani yo'qotishdan ko'proq qo'rqasiz? Bir savol berib ko'rganmisiz o'zingizga? Hozir juda ham qattiq savol berdingiz. Birinchi o'rinda yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Menga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Ayta olmayman qolgan. Endi qalbimdagi Allohning oldida bo'lgan anaqalarim bor. Bularni ham endi ayta olmayman hozir. Qattiq savol bo'ldi.
Agar sizga hozir imkoniyat berilsa, Dilshod mana sizga imkoniyat desa, kimga ta'zim qilgan bo'lardingiz? Kimga rahmat degan bo'lardingiz hayotda mana shunday o'ringa ega bo'lganingiz uchun? Birinchi o'rinda dadamga rahmat aytaman. Og'ir kunlarda juda ko'p menga yordam berdi. Shunaqa kunlar bo'lganki, men qishloqdan rayonga trenirovkaga borardim, qatnaganman-da, даже yo'lkiralarga pul yo'q bo'lib qolardi, musobaqalarga borgani yo'q bo'lib qolardi. Uydagi endi qishloqda qishloqchilik, qo'y, tovuq, sigir sotib shu musobaqalarga borishimga hech qachon to'sqinlik qilmay, shu bolam rivojlansin, bolam harakatdan to'xtamasin, o'ssin. Hech qachon haligi hayotda o'rnini topadigan darajamda bo'lgunimcha dadam menga juda ko'p yordam bergan, hech narsaga qaramasdan dalda bo'lgan. Qo'llarim sinib kelgan kunlar bo'lgan. Onam yo'q, boshqa bormaydi sportga, boshqa trenirovka qilmaydi. Dadam yo'q. Sekin-sekin onamga tushuntirib borishimga, endi natijalar berayotgan paytida bu narsalar to'xtatib qo'ymasligimga dadam menga sababchi bo'lgan. Ikkinchi insonlarim bu ustozlarim. Ustozlar otangdek ulug' deydi. Rahmatli aka Ro'zoxunovga, Mashrab aka Qodirovga, Baxtiyor aka Matbaboyevga, bu insonlarimga men hamisha ta'zimdaman, hamisha xizmatidaman. Bu insonlarning mehnati men uchun juda ko'p bo'lgan, juda katta bo'lgan. Mana murabbiylik kasbini egallaganimdan keyin ustozim qadriga yetdim. Ota-onamning qadriga yetdim. Bularga juda ham katta rahmat aytaman. Vatanimga, menga ishongan insonlarning oldida hamisha ta'zim qilaman. Talabchanlikni yaxshi ko'raman. Shu bola o'zi bayizli vaqtida ham xuddi talabchan bo'ladi. Chunki trenirovka vaqtida bo'lmasa, u vaqt yetib keladi-da. Demak, hayotda kimgadir qaslashib, kimgadir o'chakishib emas, hayotda mehr bilan yashash kerak deb o'ylaysizmi? Yo'q, bu hayot shunaqa qisqaki, birovga o'ch olib, birovga yomonlik qilib yashaydigan darajada uzun emas. Shuning uchun hamisha yaxshi sportda ham, o'qishda ham vatanga kerakli inson bo'lish va hayotda hamisha xushchaqchaq, mehribon, ochiq ko'ngil, halol inson bo'lishga chaqiraman va tavsiya qilaman. Meni hayotda yasharim shu. Bolangizni quvonchiga sherik bo'lish, bularning yutuqlariga birgalikda sherik bo'lib, shularni hali duo qilib, yutuqlardan xursand bo'lib o'tirish bu baribir boshqacha narsa ekan. Mana shu Rahmon Mirzo musobaqalarda yutdi desa ham xursand bo'lib ketaman, ich-ichimga sig'may ketaman. Yutkizgani ma'qulroq bo'ladi. Sababi yutkizmasa doim yutib kelaversa, keyin u hali nima deydi? Keyin qiziqish ham kam bo'lib qoladi. Izlanish ham kam bo'lib qoladi. Har qanday sportchi mag'lubiyat nimasini, alamini tortib ko'rsa, keyin g'alabaniki u bir boshqa bo'ladi. Biz masalan yutkizib kelsa, yutkizib qo'yibsan deb hali nima qilmas edik. Yutkizgani yaxshi, kamchiligini topadi. Keyingi safar bo'ladigan bo'lgan kamchiliklar bo'lmaydi. O'zini ustida yaxshi ishlaydi degan maqsad bor. Shunga eng asosiy sabab shuni yutkizganiga hech nima qilib bo'lmaydi. Ranjitib ham bo'lmaydi, qattiq gapirib ham bo'lmaydi. Chunki sport bu, kimdir yutish kerak, kimdir yutkizish kerak bo'ladi baribir. Men ishonib qolaman, Dilshodbek ajoyib inson bo'ladi. Farzandlari bor. Keyin men aytdim, sen dedim, o'sha o'zingni nihoyat mehnating bilan shunga erishding dedim. Buning uchun seni ota-onangga rahmat deyman. Chunki ota-onasi juda qattiq mehnat qilgan buning orqasidan. Olib borib, olib kelish, bu hammasi o'sha ota-onasiga vazida. G'alaba bo'lsa endi hamma xursand bo'ladi-da. Lekin mag'lubiyatidan ham unaqa xafa bo'lib, "Voy, men yutkizib qo'ydim, endi bo'ldi, sportni tashlayman" deganini men ko'rmaganman Dilshodbekni. Baribir yana harakat qilaverar edi. Hali o'ziga ishonchi bo'lgani uchun ham shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Hayotdagi yashash shioringiz qanaqa sizning? Hayotdagi yashash shiorim bu yoshga yetganimdan keyin kechirimli bo'lish, hayotda hamisha oldinga intilish, hech qaysi holatda ham tushkunlikka tushib, o'zidan voz kechib olmaslik, faqat va faqat oldinga intilish, yaqinlariga mehribon bo'lish, yaxshi kayfiyatda mehribon inson bo'lib, yaqinlariga hamisha kuch-quvvat bo'ladigan darajada shu insonlarga siz mehrli bo'lsangiz, hali shu insonlar sizni mehringiz orqali yaxshi ko'rishini, ularni xotirasida shunaqa inson bo'lib qolishni xohlaydigan inson bo'laman va bular yaqinlarimga ham, insonlarga ham shu narsani men tavsiya qilaman.
faxrlanaman. Shunday o'g'lim borligidan, shunaqa farzandlarni Xudoyim menga berganidan, nasib qilganidan ming martadan shukr qilaman. Nimaga desangiz, ota-onani yutug'i boshqa hech narsa men o'lchamar ekan deyman men. U moli dunyo, pul, amal, hamma narsasi o'tkinchi ekanda, sizni orqangizda eslanadigan narsa bu farzandlaringiz ekan. Shularga yaxshi tarbiya bersangiz, hamma palonchi farzand ekan, ota-onasiga rahmat deb qo'ysa shu gap kerak ekan. Kichkinaligimdan beri Muay Thai bilan qiziqaman. Katta bo'lganimda dadamga o'xshab chempion bo'lmoqchiman. Menda 15 ta jangim bor. 13 tasi yutilgan, 3 tasi yutkazilgan. Kelajakda katta jon chempion bo'lmoqchiman. Dadamdan qiziqqanman, dadam o'rgatadi. Albatta niyatlari bor hozir. Shu qishlog'imizga o'zimiz yonimizdan nima qilib zal tayyorlamoqchimiz. Zal qilib ham ayollarga, ham erkaklarga, ham fitnes, yosh katta ayollarga fitnes shu nimalarni sog'lomlashtirish markazini rejalashtiryapmiz. Mana hurmatli muxlis, bugungi Yulduzli oqshom dasturida Muay Thai bo'yicha havaskorlar o'rtasida jahon chempionati sovrindori, professionallar o'rtasida 2 karra jahon chempioni, xalqaro toifadagi sport ustasi Dilshod Mirzayevning hayot yo'liga nazar soldik. Balki siz ham mana shunday sportchi bo'larsiz. Faqat bu yo'lda tinimsiz izlanish va mehnat qilish kerakligini unutmang. Yulduzli oqshom ko'rsatuvida yurtimizning yulduz atletlari, yulduz sportchilari bilan ko'rishguncha.